hozirgi kunda akademik guruhlar ko'paygan, ijozaga o'qitadigan va ta'lim beradigan ayol kishi erkak kishidan ta'lim olishi mumkinmi? Ayol kishi erkak kishidan ta'lim olishligi umumiy ma'noda mumkin. Lekin shar'iy normalar, shar'iy shartlarga rioya qilgan holatda. Albatta ayol kishi bilan erkak kishi alohida bir yolg'iz xonaga kirib olib, xilvatda dars qilsa bo'ladimi deb so'ramayapsiz deb o'ylayman. Masalan, ba'zi qizlar sinfiga erkak ustozlar darsga kirishadi. Islom universitetlarida, shu arab mamlakatlarida ham bu holatlar bor. Mumkinmi? Albatta mumkin. 30 ta, 40 ta qiz o'tirgan joyga bir professor kirib leksiya o'qib berishligini aslo zarari yo'q. U qizlarimiz hammasi hijobida o'tirgan bo'ladi bu demak leksiyalarda. Buni zarari yo'q. Shunga o'xshagan o'rtamlar bo'lsa, yoki masalan deylik, erkak kishidan dars olyapsiz, yoningizda xo'jayiningiz siz bilan birga yoki akangiz, ukangiz birga sharoit qilsangiz mumkin. Lekin sharoit agar fitna, ya'ni shar'an joiz bo'lmagan sharoit bo'lsa, u holatda mumkin emas albatta.